Sifatli natija olish uchun qimmat kosmetika unchalik ham shart emas. Hozir sanoat jadal rivojlangan. Arzon, lekin kuchli mahsulotlar juda ham ko'p. Tonal krem qimmat bo'lishi shart emas. Muhimi uning formulasi. Arzonlarda ham yaxshi variantlar bor. Arzon pudralar odatda matli effektli va mayin bo'ladi. Ularga talab qimmat pudralarga nisbatan ko'proq hisoblanadi. Lab bo'yoqlarida asosiy farq rangi va shaklida bo'ladi. Arzon lab bo'yoqlarida xuddi qimmati kabi rang saqlanishi kuchli bo'ladi. Ko'p arzon brendlar bitta rangni uzoq muddatga chiqarish uchun pigmentni ko'paytiradi. Shu sababli natija kuchli bo'ladi. Aslida natijani kosmetika emas, qo'llarimiz yaratadi. Bilim, texnika va to'g'ri tanlov sifatli meykapning siri hisoblanadi. Ko'pchilik sifatli makiyaj faqat qimmat kosmetika bilan bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida bu noto'g'ri qarash. Eng muhimi narx emas, asosiysi mahsulotni qanday va qayerda to'g'ri ishlata olishdir. To'g'ri tanlangan texnika, teri turiga mos mahsulot va bilimli yondashuv bilan kichik budjetli kosmetika yordamida sifatli va chiroyli natijaga erishish mumkin. Siz ham yaxshi ma'lumotlar olayapman deb hisoblasangiz, rasmiy sahifadagi videolarimizni kuzatib boring.